Hürmetli mijozlar, bugünkü videoda Şonka Matanyan'da 5 qavatlı binamızın birinci katında 2 xonali kvartiramiz ijara narxına gelsak 3 milyon so'm. Hamma sharoitga ega, xullas ajoyib. Yaqinda satib olindi, endi shuni ijaralab berajak. Birimiz pirxo'shga zonamiz, koridor, o'ng tarafimizda oshxonamiz, yuvishxonamiz hamda mehmonxonamiz joylashgan. Do'rimizda yotoqxonasi bu yerda, spalnimiz. Jihozlarni aytib o'tsak, komplekt birimiz shkafimiz, turmamiz, Çatımız spalniya joylashgan, bu yerda plyusoslarimiz, oynalarımızda jaluzilar bor, rishotka, devorlarimiz bu oyoq tilamizdan gilamlar tashalgan, laminatga ega. Fotolar har doimgidek fonda. Bu xonamiz yana mehmonxona. Bu yerda televizor, pastapcha, xolodilnikni bu yerda qo'yibdilar. Endi narxini qo'yish kerak. Xon taxta, konditsioner, bu yerda jaluzilarimiz bor ekan. Yuvishxonamiz jihozlansa, bu yerda vanna, rakovinamiz, kirmashi, unitoz, oyoqlar, kafel, 1,5 metrdan kafel, undan keyin fon etilgan ekan. Oshxonamizda uqaloqlar joylashgan ekan. Bu yerimizda mo'ykamiz, gaz plitamiz, vitechkamiz, Ejika firmani stilli kotelimiz joylashgan, mikronovkalar ham bor. Narxini ham bir eslataman, 3 million so'm. Lokatsiya Sholka Motal, yangi dom. Telefonlarim eslataman, 99 074 46 41 91 423 06 06. Alloh chiqarsa. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar.